Hop, assalomu alaykum aka-ukalarimiz. Ahli YouTube inkubatorlarimizda mana jo'jalarimiz chiqishni boshladi. Birinchi to'rttaligi mana hozirgina chiqdi mana. Inkubatorimizdan ajoyib jo'jalarimiz. Aka-ukalarimiz poddesh qilib turasizlar. Like va kommentariyaga yozib yuborasizlar. Mana shu yerda hop, dorilarni olib oldik. Dorilar haqida ham berib ketamiz. Mana bu holat mana aka-ukalarimiz ochishiga o'zi kelgan paytda ocholmasdan o'lib qolganlari bor. Bilganlar bo'lsa aytib olasizlar buni nima sababdan bunday holat bo'ldi. Bitta o'zim aybim, 3 tasi o'sha ochgan holatiga aylantirib ochganda o'zida o'lib qolgan. Gradisiga ahamiyat beramiz aka-ukalar. Gradisi 70-80 atrofida bo'lib turishi kerak. Bu namlik 37-8 bo'lishi kerak bu. Bu gradusdagi holatga qarab turasizlar aka-ukalarimiz. Agar oshib ketgan bo'lsa yo pasayib ketgan bo'lsa, to'g'irlab turamiz buni graduslarini. Bo'lmasam to'g'ri kelmay qoladi aka-ukalar. E'tiborli bo'lamiz ochib chiqayotgan paytida. Mana aka-ukalarimiz ochishni boshladi. Juda chiroyli chiqib ketyapti, xudo xolasa. 3 ta batareyamiz bor lekin. Kommentga bilganlar yozib yuborasizlar, aynan nega batereya bo'lganini. Mana qolganlari ham teshishda davom etyapti. Mana xolasa yaxshi ketyapti ochib chiqardi bugun. Keyin tuxumni ko'p saqlamash kerak. Shu 3 kunda yoki 2 kunligini qo'yish kerak imkon boricha bu inkubatorga. Shunda to'g'riroq, yaxshiroq effekt beradi. Iloji bo'lsa 1 kunligini qo'ysalar ham undan a'lo ish bo'ladi. Bunaqangi 10 kunligi, 5 kun, 20 kunlik saqlanganlari bo'lsa ochish imkoniyati shuncha pasayib boraveradi. Ko'proq o'sha 1 kunda yig'ilgan tuxumlarni, 3 kungacha bo'lgan yig'ilgan tuxumlarni qo'ysalar ham bo'ladi inkubatorga. Undan oshiq o'sha ochish darajasi pasayib ketadi bunda. Shunga e'tibor beringlar aka-ukalarimiz. Shunda mana bunaqangi bateriyalar ham bo'lmaydi. Yaxshi bo'ladi va keyin mana bunaqangi chiroyli narsalar chiqib kelaveradi mana. Unga barakasini bersin, xudo xolasa. Po'st yemasin. Yaxshi kunlardan ishlab to'sqotlab qoladi mana. Yaqindagina chiqdi mana. O'zini tutib endi ustiga qurib olsa, xudo xolasa. Ajoyib. Ko'ka jo'jalarimiz. E'tiborli bo'lamiz aka-ukalarimiz. Mana shu 100 lampochkamiz mana. Buni oddiy korobkadan mana yasab qo'yganman. Hamma har xil yasab olish mumkin, o'ziga moslab turib, chiroyli qilib. Davom ettiraverasizlar. Mana gradus ko'tarilib ketyapti mana aka-ukalarimiz. 37-8 da turishi kerak, 37-9 bo'lib ketyapti. Chunki namlik juda yuqori bo'lyapti. Buni imkon boricha qarab to'g'rilab turasizlar o'zdan ko'rib. Shu yaxshi ketyapti hozircha, sekin ochib chiqyapti. Tegmasalar ham o'zida aylantirib ochib chiqaveradi. Faqat namligiga yaxshilab qarab turasizlar. Haroratlarni nazorat qilib tursalar ham bo'ldi, ochadigan kuniga. Qolganlari yaxshi ketyapti, xudoga shukr. Ochadigan kuniga shu bakalashkalarni, shu suvni ishlarni uchovini ham ishga tushirsalarning yaxshiroq effekt beradi, ushlab turadi. Namlikni yuqori darajada ushlab turadi. Shu chiroyli narsa. Imkon boricha o'tkazib yubormasdan ko'ringlar, chunki kimdir yarimdan kimdir aqabaqa qilganda o'zi ko'p narsasi qolib ketishi mumkin.
Ovozlar chiqyapti, mana ichkarida уже ochish davom etyapti. Bular tuxumda aylantirib ochib chiqar ekan bu tuxumlarni. Mana shunaqangi hozir ko'rsataman. Mana shuni aylantirib ochib chiqar ekan mana. Teshib chiqib turib, keyin ochib yorib chiqyapti. Imkon boricha o'sha patera qilmaslikka harakat qilinglar. Men ochib yopganim sababi gradus kattaroq balandda turibdi hozir. Shunga to'g'irlab nima qilib turibman. Xudo xolasa bir 1-2 soatda hammasi chiqib qolsa kerak. Alloh barakasini bersin. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bu boqish jarayonida kimda ma'lumotlar bo'lsa, jo'natib qo'yaverasizlar, kommentga yozib qo'yaverasizlar. Birinchi kundan nima berish, qanaqa vitaminlar berish bilganlar bo'lsa yozib yuboringlar. Birgalikda xudo xolasa mana shuni katta qilamiz. Alloh nasib qilsa, yaxshi kunlarda boqib ko'paytirishga ko'ramiz. Har nimada videolarni qo'yib boraman, o'z jarayonlarini kuzatishda birgalikda kuzatib, chiroyli qilib videolarni qilamiz. Aka-ukalarimiz sog' bo'linglar. Ochib chiqib tayyor bo'lsa, aloqaga chiqamiz, yana video qilib tashlaymiz keyingi videolarimizda.